Demak biz o'tgan darslarimizda demak 2 qavatli maishiy savdo markazi edi, to'g'rimi? O'shanaqa zdaniyamda. O'sha zdaniyani demak umumiy sxemasini terishdi. Demak, undan tashqari jostki xarakteristikalarni berdik, material, ya'ni xarakteristikalarni. Va undan tashqari demak birinchi yuklanish, ya'ni xususiy yukni berib, o'sha natijasini, demak rezultatini ko'rib oldik, o'sha qanaqa rezultat berganligini. Endi bugungi darsimizda yuklanishlar bo'limiga o'tamiz. Qanaqa yuklanishlar bo'limi mavjud? Demak, e'tibor qilasizlar, faqat iloji bo'lsa qog'oz ruchka ham olib yozib olasizlar ba'zi joylarda. Qanaqa yuklanishlar bo'ladi? Shuni demak birma-bir yozib davom etib ketamiz. Demak, qarangizlar. Demak, birinchi yuklanishimiz bunaqa turar joy yoki sanoat, jamoat binolarida birinchi yuklanishimiz bu yerda bo'ladi, xususiy yuklanish. Ya'ni o'z binoning yoki zdaniyaning yoki inshootning o'zining xususiy og'irligi birinchi yuklanish. Shuning uchun xususiy u postoyanniga qo'yganman. Demak, ikkinchi yuklanishimiz bo'ladi. Doimiy bo'ladi. Doimiy yuklarga nimalar kiradi degan savolga buni ham postoyanni qilib galchka qo'yamiz. Doimiy yuklarga demak zdaniyani demak oryopma devorlari, demak oryopma plitalari, pol, patolog va hokazo, stenalar, devorlar hammasi demak eshik, deraza hammasi demak doimiy yuklarga kiradi, misol bo'ladi. Tushunarli? Demak, uchinchi yuklanishimiz bo'ladi bizda demak uzoq muddatli vaqtinchalik yuklarimiz umumiy. Vaqtinchalik yuklarda demak 3 va 4-yuklarga bo'lamiz. Demak, vaqtinchalik uzoq muddatli bo'lsa 3, uzoq muddatli va bunga длительный deb yozamiz, ya'ni o'sha uzoq muddatli degani. Yozganimda nima qilyapman? Uzoq muddat длительный qilib, demak galchkan bosamiz. 4-yuklanish vaqtincha qisqa muddatli. Kratkovremenniy ruschasi. Va 5-yuklanishimiz bo'ladi shamol. Shamol faqat x yo'nalishi bo'yicha. X yo'nalishi bo'yicha. Bu ham kratkovremenniy hisoblanadi. Vaqtinchalik hisoblanadi. Qisqa muddat davom etadi. Demak, shamol y yo'nalishi bo'yicha. Ikki yo'nalishli shamol bo'lishi mumkin. Qachon shamol yo'nalishi bitta yo'nalishda olinadi? Savol. Qachonki zdaniyamiz yon atrofida baland etajli zdaniyalar bo'lsa, yon tomonidan o'sha bironta boshqa zdaniyaga birikkan bo'lsa, o'shanda demak ochiq tomon bo'yicha olinadi. Farqi yo'q. X yoki Y u zdaniyaning turgan holatiga qarab ochiq tomonda olamiz. Keyin 7-yuklanishimiz zilzila bo'ladi. Zilzila X yo'nalishi bo'yicha seismichskiy qo'yamiz va plyus qilamizdan zilzila Y yo'nalishi bo'yicha. Bunga ham demak seismichskiy nagruzkani beramiz. Endi qarang, zilzila X va Y yo'nalishi bo'yicha har doim bo'ladi, har qanday bino inshootlarda. Z yo'nalishi bo'yicha ham demak zilzila kuchlarini beramiz. Qachon? Taxta kundalik kesim o'lchamlari, ya'ni taxta degani o'sha mana bu bo'yi va eni zdaniyamizda, demak umumiy binomizda demak bo'yi va eni, taxta o'lchamlar kichkina va balandligi o'lchamlarga nisbatan ancha yuqori bo'lgan zdaniyalar, inshootlarda demak zilzila Z o'qiga hisoblanadi. Yoki taxta o'lchamlari juda katta-yu, demak balandlik past, bir qavatli bo'lgan, demak sanoat binolarida ko'proq bo'ladi. O'shanda ham zilzila Z o'qi bo'yicha hisoblanadi. Nima uchun? O'sha Z o'qi bo'yicha zilzila sodir bo'lgan paytida mana bu taxta o'lchami katta bo'lganda bu burchak bilan bu burchakdagi demak перемещение, ya'ni ko'chish deyiladi, siljish juda farqi katta chiqib ketadi. Shuning uchun demak Z o'qi bo'yicha hisoblanadi. Norma bo'yicha 201.03.19 da demak u keltirib o'tilgan. Demak mana, demak redaktorat загружения bo'limida demak bizlar 8 ta yuklanish bo'yicha
demak zagrujeniyalar yaratib oldik, yuklanishlar turini. Demak, endi biz birinchi yuklanishimizni berganmiz o'tgan safar. O'sha aytgandim men jelzobetonli konstruksiyalar, ya'ni temir beton konstruksiyalar uchun mana bu yerda demak добавить собственный весga kirib 1.1 berardik, to'g'rimi? Demak, berganmiz, mana olgan o'zi. Endi jelzobeton konstruksiyalar bo'yicha 1.1 bo'lsa, demak metal bo'yicha 1.05 olinadi. Shu eslangizdan chiqmasin. Endi birinchi yuklanishimiz o'tgan safar berib bo'lganmiz, ikkinchi yuklanishga kelamiz. Ikkinchi yuklanish mana bu yerdan o'taman. Следующий загружение. Endi qarang, ikkinchi yuklanishlarga men nimalar kiradi deganda aytdim. Перекрытиялар, pol, patolog, devorlar, orayopma devorlar, deraza, eshik va hokazo hammasi kiradi. Chordoqda qanaqadir buni tomi, misol uchun yog'och tommi, metal tommi bilmaymiz-ku, o'sha pol qatlamlari hammasi kiradi. Endi bizlar lira kursimizda отчетni yuklab olganmidik. Mana bu xususiy shifoxona bitta namuna. Demak, mana bu tayyor namunamiz bor, oldingi ishlarda qilingan namunamiz. O'sha bo'yicha bir ochib ko'rsataman sizlarga. Demak, yuklanishlar qanaqa bo'ladi bizdagi. Mana qarang. Ikkinchi yuklanishimizni men sizlarga turini tushuntirib o'taman. Qanaqa yig'iladi, nimalardan tashkil topgan bo'ladi. Xo'p, mana bu yerda bu отчет, demak, постчет нагрузка на элементы здания. O'sha zdaniyaga ta'sir etadigan yuklar turi bo'yicha постоянный нагрузка mana 1.1 yoki 1.05 bilan olinadi. Bu birinchi загружение постоянный нагрузка. Собственный вес deyapti. Ikkinchi загружение постоянный нагрузка bu ham faqat bu demak doimiy yuk hisoblanadi. Demak, bunga listitsan yuklar kiradi. Ya'ni listitsan o'zini chizgan bo'lsak agar sxemasini, listitsan ustidagi eng ustidan hisoblaydigan bo'lsak, mana listitsani jelzobeton konstruksiyasi sxemada chizilgan. Mana bizda, to'g'rimi? Mana listitsamiz mavjud mana. Bu yerda demak listitsan qalinligini mana berganman men. Ctrl D qilib ko'rsataman men sizlarga. Demak 16 sm bergan edik, to'g'rimi? Mana qalinlik berganmiz mana. Demak 16 sm demak listitsan qalinligini berganman men. Endi bu listitsani o'zi turmaydi-ku, 16 sm, to'g'rimi? Albatta mana bu yerda demak tepasida eng tepa qismida keramik plitka terilgan bo'ladi. Keramik plitkani demak zichligi 2200, qalinligi 2 sm. Bu yerda metrda yozyapman. Ishonch koeffitsient, o'sha material bo'yicha ishonch koeffitsient mavjud, o'sha ishlab chiqarish zdaniyalari o'sha agar metal bo'ladigan bo'lsa mana 1.05, jelzobetonli konstruksiya agar zavod sharoitida bo'ladigan bo'lsa 1.1, agar nima plashat montajniy plashatkada yoki qo'lbolash tayyorlanadigan o'sha konstruksiya bo'ladigan bo'lsa 1.2 olinadi. Tushunarli? Rastvorlarda o'sha rastvor orasida qorishmalarda ham 1.2 olinadi. Mana o'sha keramik plitka uchun ham 1.2 olganmiz buni. Demak, mana bu расчетный нагрузка demak 52.8 bo'lyapti. Bu mana bu yerda mana bu koeffitsient o'sha normativ нагрузкani demak расчетный нагрузкаga o'tkazuvchi koeffitsient ham hisoblanadi. Nima uchun? Biz ishonch koeffitsiyentimiz hisoblanadi. Tushunarli? O'sha misol uchun mana 0.02 metrga 2200 zichligini ko'paytirsak, o'sha kilogramm chiqadi, qanaqadir kilogramm. Uni 1.2 koeffitsiyentga ko'paytirib o'sha расчетный нагрузкani hosil qilamiz. Ya'ni 52.8 kilogramm taqsim metr kvadrat. Endi o'sha plitan tagida nima bo'ladi? Sementniy песчаный стяжка, o'sha kafelni kley deyiladi o'zimiz o'zbek tilida. O'sha uni bilasizlar, o'sha rastvor mayin qumdan tayyorlangan yopiqchoq kley bo'ladi o'sha. Buni ham demak qalinligi 2 sm, zichligi 1800, yengil beton hisoblanadi. Qorishma hisoblanadi. Qumlida chunki песчаный. Demak 1.2 koeffitsiyentga bo'lsa 47 metr kvadratga ta'sir qilyapti. Bu demak listitsa ustida qatlamlarni men yig'ib chiqyapman. Tushunarli? Gidroizolyatsiya qatlam bor. O'sha sement песчаныйning tagida gidroizolyatsiya, o'sha betonli mastika qilinadi. O'sha norma bo'yicha 1 kvadrat metrga 5 kilogramm ta'sir qiladi bu. Suyuq 2 marta tekaladi. Mana bu betonli sloylardan oldin bir surtiladi. Mana bu jibimiz turibdi. Jibini ustiga birdaniga rastvor qilinmaydi. Bunga gidroizolyatsiya ishi qilinib, uni ustiga rastvor qo'yilib, keyin kafel teriladi. Tushunarlimi? O'sha narsa. Chunki mana bunda namlik, bu yerda hosil bo'layotgan namlik o'sha konstruksiyaga ta'sir qilmasligi uchun gidroizolyatsiya ishi qilinishi shart.
Keyin metallist perila bor tepada. Metallist perila o'sha zinani o'sha ishlab chiqargan, o'sha chetidagi yondagi. Bu normativ hujjatlar bo'yicha o'rtacha 15 kg metr kvadratga olinsin deyilgan. Hammasini qo'shdik 116 kg, buni tonnaga o'tkazib olganmiz. Endi ha? Perila o'sha ishlab chiqargan, zinani ishlab chiqargan reshatkasi. Demak, vis podval. Demak, podvalda qanaqa yuklar hosil bo'ladi? Podval mana bizning podvalimizda demak lentichniy fundament qilingan, tagida grunt o'tiblet qilingan bo'ladi. Pastda bu konstruksiyaga ta'sir qilmaydi-yu, yon tomondan grunt bosimi hisoblaymiz. Uni muammosi yo'q. Bizda faqat pastda demak grunt bilan to'ldiruvchi sifatida foydalaniladi bu yerda va undan keyin mana bu yerda demak pol qismida linoleum pol qilinyapti ekan. Podvalda mana bu keramik plitka qilinyapti. O'sha birinchi qavat podval bo'lgani uchun xuddi shunday. Demak, sementni pechani istashga faqat buni 8 sm qalinroq qilinadi. O'sha litsenziyada kam qilinishi sababi yuk ko'payib ketmasligi kerak. Podvalda o'sha qalinroq qilsak ham o'sha yer ko'taradi-da uni. Tushunadimi? Demak, gidrozerasiya ishlar qilinadi. Bu 231 ga chiqqan. Perikriya. Bu perikriya nima? Orayapmi yuklari? Mana bu. Birinchi qavat mana bu regelga ta'sir qiladigan yuklar. Tipasi pakriya hisoblanadi. Demak, bu yerda nima qilamiz? Qarang. Bu yerda linoleum pol bo'lyapti o'sha. Mana o'zimizniki parketni polka o'zimiz o'tirgan xona. Linoleum pol o'sha material o'sha qanaqa desam? Materiali usti silliq, o'sha issiq sovuqda ma'lum miqdorda to'liq saqlamaydi, ma'lum bir miqdorda qaytarib ishlab turadi. Ham o'sha polni tozalashini ham ko'rsatadi. O'sha narsa. Sement steshka ustidan o'sha to'shaladi u narsa. Sementni pistani steshka mana bu yerda ham qilinyapti, gidrozerasiya ishlar qilinyapti. Biz сборный jibi многопусточный плиты deyapti. O'sha zavod sharoitida tayyorlangan teshikli o'sha plitalarimiz demak hisoblanyapti. Buni qanday hisoblaymiz desak, qarang. Plita qalinligi 22 sm bo'ladi-ku, to'g'rimi? O'sha ichidagi kavaklarni olib tashlaganimiz hisobiga qalinligi 12 sm chist qoladi. Masalan 1 metrga 22 sm bo'lar ekan, lekin bu yerda bizda o'sha 12 sm qoladi o'sha payt. Mana bu zichligi 2500. Mana bu demak zavod sharoitida tayyorlangan uchun 1 ishonch koeffitsiyenti. Keyin вес подвесная потолка o'sha birinchi etaj yoki ikkinchi etajga qo'yilsin, mana bu patolog mavjud bo'ladi. O'sha patolog qismi osma patolog qilingan bo'ladi. U o'rtacha mana shu 15-6 kg, 12 kg 1.3 ishonch koeffitsiyenti. Yog'och materiallari yo plastmassa materiallari uchun ishonch koeffitsiyenti 1.3 olinadi. Вес перегородок 50 kg dan olyapman, orada bo'luvchi devorlar, перегородка devorlar, yupqa devorlar. Xonalarni bo'luvchi devorlar. O'rtacha demak 50 kg dan olyapman. Buni nimaga qarab olamiz desak, mana bu arxitekturaviy yechimiga qaraydigan bo'lsak, mana buni arxitekturasi mana shunida. Yechimiga qaraydigan bo'lsak, mana orayapma, o'sha perikriya qismida o'sha kladishni qaraydigan bo'lsak, devorlar mavjud emas. Bu yerda mana bu devorchalar hisoblanadi. Mayda yupqa devorlar bor. 250lik misol uchun 120lik devorlar bo'lishi mumkin mana bu yerda. Lekin bu yerda mavjud emas, lekin bizda mana olib tashlasak ham bo'ladi 50 kg. Chunki arxitektura nimada qaraydigan bo'lsak, o'sha orani bo'luvchi devorlar yo'q, ko'ryapsizlar. Mana bu yerda qanaqadir yupqa devorlar bo'lsa, o'shanga qarab biz demak pergorodka devorlarni demak olishimiz mumkin. Bu yerda olib tashlasak ham bo'ladi, hay turib tursin. Biz hozir nima qilib birdaniga yuk berishga o'tib ketamiz, maydimi? Demak, pakriya tepa qismi deyapti, yog'och deyapti. Mana bu tepa qismi haqiqatan bizda yog'och mana bu. To'g'rimi? Yog'och yo'qmi? Yog'ochda nima bo'ladi? Demak, profnastil tepada eng tepa qismida joylashgan bo'ladi. Profnastil o'sha marka
Demek qalınligi 7 mm, 0.7 mm'lik 9,5 kilogram. 1,05 ishonch koeffitsiyentiga ko'payganda. O'zi aslida 9, ko'paytirganda 9,5 chiqyapti. Metal uchun bo'lgan. Metal uchun. Derivyaniy strapellar, o'sha обрешетkalar, o'sha reykalar bor-ku. Reykadan обрешетка qilinadi. Profnasli tagi o'sha, demak kvadrat metrga 15 kilogram ta'sir qiladi, 1,3 ishonch koeffitsiyenti bilan 19,5 kilogram. Keyin tepada o'tfletil minvata qilinadi, qalınligi 100 lik. O'sha nima uchun bunaqa qilinyapti? Sababi ko'plar qilmaydi bu narsani, bizlarda mansardni etaj bo'lgancha qilamiz. Yashash xonasi bo'lgani uchun mana bu o'tflet qilishga majburmiz, issiq sovuqni o'tkazmaslik uchun. O'sha gidroizolyatsiya mavjud. Hammasini qo'shganmiz, podvesniy patolog mavjud. Tepada ham bo'ladi albatta. Qo'shganda 147 kilogram chiqqan bu yerda. Endi bu yerda bitta narsani xato qilgan, endi bitta xato ketgan to'g'rirog'i, tepa pokritiya qismida hech qanday jelzobeton plitasiz shuni yopib yuborganda aslida. Lekin aslida mana bundan bo'lish kerak edi bizda. Gidroizolyatsiya nimasidan keyin mana bu yerda bitta market qilamiz. Mana bunday pastga qo'shamiz. Mana bu yerga mana bundan qo'shishimiz kerak edi 330 dan, shunda mana bu 477 bo'ladi. Mana bu ham 477. Tushunarli? Chunki mana bu yerda e'tibor qiladigan bo'lsangiz, mana bu yerda plita yopilib, keyin yog'och yuk tushadi. O'shani hisobi borda. Tushunarli? To'g'ri. Endi o'sha mana shular demak doimiy yuklar hisoblanadi. Bu yerda yana doimiy yukka nima kiradi desa, demak podval qismida, o'sha podval qismida agar podval bo'ladigan bo'lsa, grunt tepadan grunt bosimi mavjud va yon tomondan grunt bosimlari mavjud bo'ladi. Bizda podval qism yo'q. Mana bu agar mana bu yerdan bo'lsa-yu, mana bu yerda podval bo'lsa, mana bu fundamentga, zdaniya umumiy inshootga, demak yon tomondan qiya grunt bosimi mavjud va demak vertikal grunt bosimi ham mavjud bo'ladi bu yerda. O'sha demak podvalni zdaniyalarga ta'sir qiladi. Bizda shart emas qo'yishimiz. Keyin o'tflet наружный stena deyapti. Hozir norma bo'yicha o'sha teplotexnik расчет normasi bo'yicha o'sha расчет qilsangiz ham nima bo'ladi? Normalar bo'yicha o'sha tashqi наружный konturlarda demak bazaltoviy demak material bilan qoplayapti, to'g'rimi? Hamma inshoot binolarni. O'sha narsani hisobga olib mana demak 0.96 tonna metr kvadrat, ya'ni 96 kilogram metr kvadratiga deb hisoblaganmiz. Bu qanday hisoblanadi desa, mana misol uchun наружный стен deyapti, shkaturka ikkita 20 mm, ya'ni 2 cm ikki tomonda, devor ikki tomonda shkaturkasi bor. Teploizolyatsiya 70 mm lik o'sha bazaltoviy teploizolyatsiya material. Demak qarang, mana bu 70 lik materialni zichligi 1.6, ishlash koeffitsiyenti 1.3. Keyingisi ekan. Bu bana shkaturkaniki. Shkaturkan zichligi 1.6, 1.3 ishlash koeffitsiyenti, qalinligi va ikkita bo'lgan uchun ikki tomon. Plus 0.15 bu tip mana buni zichligi o'sha bazaltda ishonch koeffitsiyenti va bu qalinligi. O'shani ko'paytirganda o'sha narsa chiqyapti. Lift nimalar yo'q bizda. Demak doimiy yukda ana shu narsalar demak liraga kiritib chiqishimiz kerak bo'ladi aslida. Bu narsa hamma uchun deyarli bir xil bo'ladi. Bino va inshootda demak ishlash prinsipi qanaqa inshoot yoki bino ekanligiga qarab o'sha o'zgarib boradi bu yopmalar, qatlamlar. Demak asosiy ishga qaytamiz. Tushuntirishlar tugadi. Demak mana asosiy ishimizga qaytamiz. E'tibor qilamiz mana. Endi yuklanishlarni berishni boshlaymiz. Ikkinchi yuklanish, ya'ni doimiy yukdi. Demak qarang, lisitsa yukini beramiz. Lisitsa yukini 0.116 tonna metr kvadrat beramiz. Demak mana. Mana bu yerda demak atmetka bloki ishlaymiz. Mana lisitsani ko'rdingiz-a? Butun yuzdan ishlayapti. O'shanga kiraman u. Mana bu ikkinchi yuklanish turibdi. E'tibor qilingizlar, yuklanishlarga adashmangizlar. Demak 0.116 demak men ko'p yozib berdim. 116 tonna taqsim metr kvadrat. Mana lisitsani berdim. Bu lisitsa ustidagi qatlamlarda demak og'irligi, tushunarli? Endi ikkinchi beradigan narsam mana ikkinchi jadvalga o'taman. Podval 0.231 berishimiz kerak.
Podvol qayerga ta'sir, podvol yukka qayerga ta'sir qiladi konstruksiyada? Mana bu plitamizga ta'sir qiladi. Yelkasi bor-da, ustiga o'tiradi. Podvoldan tushayotgan yuk mana bunga nagruzka bosadi. Shunga beramiz. Demak 0.231. Tushunarli? Sploshniy plita bo'lganda sploshniga beramiz. Alohida turuvchida bunga beramiz albatta. Demak, saqlanib qo'yamiz, mayli. Davom etamiz. Endi perikritia. Perikritia o'sha orayopma yuklari 0.546, to'g'rimi? O'shani qanday beramiz? Buni berishimiz uchun biz ramani reglini ishlab olamiz mana. Qiya, ya'ni atmetka gorizontalniy stержень ishlaymiz. Mana bu yerdan demak fragmentatsiyani bosamiz. Ostni o'zgartirib tepadan ko'rinishni chizamiz. Bizni plitalarimiz qanday yo'nalishda yotadi degan savolga javob bu yo'nalishda yotadi, to'g'rimi? Qaraymiz. Haqiqatan chizmada ham shunday qilganmi, to'g'ri qilganmi, noto'g'ri qilganmi bilishimiz kerak. To'g'ri qilgan ekan mana. Demak, bu yo'nalishda yotgan uchun bo'ylama regllarga demak yuklarni beramiz. Avval o'rtadan reglni ishlaymiz mana. O'rtadan reglga demak 4.3 bo'lgani uchun bu tomondan 4.3.5, bu tomondan 4.3.5 demak o'sha doimiy yuk ta'sir qiladi. Buni shuning uchun men kalkulyatorni topishga harakat qilyapman. Internet kirsa bo'ladi, yana internet qo'shish kerak. Demak, e'tibor qilamiz, mana qarangiz, kalkulyatorimiz. Demak, biz nimani olishimiz kerak? Perikritia yukini davom etamiz mana. Perikritia yukimiz demak 0.546 kg tonna metr kvadratdan chiqqan, to'g'rimi? Mana, buni qanday beramiz? O'rtadagi plitalarimiz demak bu kundalik yo'nalishda joylashgani uchun bo'ylama reglni ishladik. Kalkulyatorga kiramiz. 0.546 tonna metr kvadratdan, to'g'rimi? Endi yuk maydoni buni yarmini oladi, buni yarmini oladi, to'g'rimi? Uznovoyiga. Ya'ni 4.3.5, 4.3.5, ikkita 4.3.5, bitta 4.3 bo'ladi, to'g'rimi? Ko'paytiramiz 4.3 ga. Demak 2.35 pogona metr bo'ladi. Tonna taqsim metr bo'ladi. Demak 2.35 har bir metriga 2.35 tonna demak ta'sir qilyapti o'sha orayopma yuklari. Demak mana bu yerga nagruzka bo'limiga kiramiz. Tekis taqsimlangan yukka kiramiz. Mana 2.35 ni ana shu yerga beramiz mana. Mana ko'rsangiz qanday berildi? Tekis taqsimlanma. Tekis taqsimlandi-ku. Yana qanday taqsimlanadi? Bir tarafı ko'p. Yo'q, mana bu sonni aytayotgan bo'lsangiz, bu yerda znamiz yacheykachalarga bo'ldi-ku. Nechta yacheykaga bo'lingan, nechta stержень konечный elementga bo'lgan bo'lsa, shuncha ko'rsatiladi-da. Lekin mana flagi risovaniyaga kirasiz-ku. Demak, mana bu yerga projektorga kirib, mana bu yerda yukni qiymatini yoqadigan bo'lsangiz, mana 2.33 bu yerda ham 2.33. O bir xil narsa. Prosta yukni o'chirib qo'ygan sababi o'sha yengilroq ishlash uchun faylimiz. Mana tepadan ko'rinishiga yana o'tamiz. Bo'ylama yo'nalishda ikkita chetdagini demak belgilaymiz. Demak, qarang, ikkita chetdan belgilaymiz va bu yerga beramiz. Necha beramiz bu yerga? Kalkulyatorda 4.3.5, 4.3.5 keladi-ku bu yerga, 4.3 bo'ladi yuk maydoni. Endi bu yerga chist 4.3.5 bo'ladi. Shuni bo'lamiz 2 ga. 1.17. Tushundingizmi? Kim tushunmadi shu yerga? Demak, o'rtada regliga 2.35 bo'ldimi? O'shani yarmi chetda regliga bo'ladi. Mana bu oraliq bir xil bo'lgan uchun. Mana, ko'rdingizmi? Mana. Demak, orayapma yuki ham tugadi bizda. Tonna taqsim metr kvadratda qabul qildimi? Tonna taqsim metrda. O'zi aslida bizda pogona metrga bo'lib chiqamiz. Qarang, metr kvadrat deydi. Tonna taqsim metr kvadrat deydi. Bunga bitta metrni ko'paytirsak, metr kvadrat bilan metr qisqaradi-yu, tonna taqsim metr bo'ladi. Ha. Birlik. Uzunlikka ko'p. Ya'ni 1 pogona metrga shuncha yuk ta'sir qilyapti. Tushunarlimi? Davom etamiz.
Demak, o'rayapmani berdik, faqat bu yerda bizda yana bitta yuk qoldi. Bizda balkon yukimiz mavjud. Balkonga demak metr kvadratga berib beramiz mana. Ishladim, ko'rdingizmi? Balkonga o'sha mana buni berishimiz kerak, faqat bundan nimani erta ishlab beramiz? Balkon qismiga. Bir qismi bor. Yo'q, bunaqa pustoshtni plitani erta ishlab beramiz. Chunki balkonda demak sxemasi bizda chizilgan mana. Mana buni demak qalinligi 20 santimetrlik qilib chizilgan, to'g'rimi? Biz demak mana bu qiymatdan erta ishlaymiz. Mana bu yerda 0.333 ta erta ishlaymiz. Ayiradigan bo'lsak mana o'chiraman u. Demak 0.546 dan erta ishlaymiz 0.33 ta. 0.216 bersak bo'ladi. Demak mana bu yerga kvadrat metrga beramiz 0.216. Endi to'liq perikriya yuki bo'ldi. Tushunarli? Endi pakriya yukini qanday beramiz? Perikriya tugadi bizda. Pakriya uchun biz demak tepa qavatdagi regellarni demak fragmentatsiya qilib olamiz mana. Bittasi teparoqda, lekin e'tibor qiladigan bo'lsangiz, mana bu yerda mana bundan kelayotgan mana bu yerda yuk bu yerdan bunga ta'sir qiladi, mana bu regelga. O'rtada regelga mana bunga ta'sir qiladi, bunga emas. Chunki tepada regel mavjud bizda. Hatto shunday qilganmiz, chunki mansardni etash bo'lgani uchun tepaga mana bu yerdan kolonna chiqarib regel qo'yganmiz. Demak, buni qanday hisoblaymiz desak mana. Pakriya yukini demak biz mana boya aytdik-ku 0.477 dedik, to'g'rimi? 0.477. Bu 0.477 pakriya sal murakkab bizlarda qaysi qismiga ta'sir qiladi desangiz, bu mana bu qismga ta'sir qiladi. Mana bu qismiga, tepa mana bu qismga emas. Bunga plita hech qanday ta'sir qilmaydi. Shuni ajratib olamiz. Mana. Demak, buni xuddi boyagidek mana buni ishlaymiz o'rtani va 0. necha edi? 477 edi. Kalkulyatorımızga kiramiz u. Delete 0.477 ni ko'paytiramiz 4.3 ga yuk maydoniga. O'shanda 2.05 mi? Demak 2.05 mana bu tekis taqsimlangan yukka o'tamiz. 2.05 qilamiz. Mana bu yerda ko'ryapsizlar. Endi bu qismga o'shani yarmini beramiz. Ishlashda ehtiyot bo'lingizlar. Mana connection element qilgan yachekalarni ishlab qolmasin. Tushunarli? Demak 2.05 ta yarmini beramiz. Nima uchun yarmini? Yuk maydoni chunki 4.3 ta yarmi qoladi ikki chet uchun. 1.03, to'g'rimi? O'shani bersak 1.03. Mana berdik. Ko'rdingizmi? Endi pakriya qismi bo'ldi-yu, faqat bitta ish qoldi. Pakriyani mana tepadagi regelda qoldi. Bu yerga yog'och yuki ta'sir qiladi, profnatil yog'och yuklar ta'sir qiladi. O'shani berishimiz kerak. Uni qanday beramiz? Boyagida ichidan erta ishlaymiz. Mana bundan plitani yukini erta ishlaymiz, o'sha tepani bo'ladi. Mana 477 dan mana delete 0.477 dan erta ishlaymiz, 0.33 dan. O'shanda 0.147 bizda demak mana bunga tushadigan yukimiz bo'ladi. Faqat uni nimaga ko'paytiramiz? 0.147 ni yuk maydoniga ko'paytiramiz. Yuk maydoni bu uchun qaysi? 4.3 ta yarmi, 4.3 ta yarmi. Demak 4.3 ta o'zi bo'ladi. 0.63 beramiz. 632 desak ham bo'ladi. 0.632. Ana. Endi bo'ldi. Demak pakriya yukimiz ham tugadi. Demak bu yukimiz ham tugadi. Endi bizda наружный mana bu yerda grunt yo'q, bizda podvalimiz yo'q. Утеплитель наружный стенникini beramiz 0.096 metr kvadratiga. Buni qanday beramiz desak, sxemaga o'tamiz. Mana bunday ishlaymiz. Demak, qiya stерженni ishlashni belgilaymiz va наружный стеnalarni mana shunday ishlab chiqaman hammasini. Eng наружный стеnalarni.
kontur narujniy. Ko'ryapsizlar? Chetki degan narujniy. Mana. Devorlarni ushladimmi? Ko'rdingizmi? Stерженlarni ushladim, lekin metr kvadratga yuk bergan paytida e'tiborga olmaydi uni. Mana. Endi nagruzka metr kvadrat z o'qi bo'yicha qoladi. Z o'qi bo'yicha. Demak, mana bu yerga demak 0.096 ni beraman. U qayerdan keldi desak, mana bu. Mana shuni bunday beradigan bo'lsak, mana o'sha belgilangan elementlarda paganometrga bera olmayman mana bularga deyapti. Okey deyman. O'sha regellarga bermadi-yu, stenaga berdi chetiga. Tushunarlar? Ha, endi bitta narsa qolib ketibdi-ku bizda. O'sha tepa qavatda pastki qavat balkonga berdik, lekin tepa qavat balkonga demak doimiy deb bermayapmiz. Uni ham demak berib beramiz. 0.477 ni o'zini berib beramiz. Tushunarlimi? Mana. Demak, mana bizni demak ikkinchi yuklanishimiz ham to'liq bo'ldi. Hech qanday muammosiz ikkinchi yuklanishimiz ham tayyor. Demak, mana videoga ham aytaman. Demak, pokritiya va perikritiya yuklari nima ekanligini bilishlaringiz uchun o'zbekchasi. Perikritiya yuki bu ora yoqma yuki, mana bu. O'sha etajlar orasidagi yuk. Pokritiyamiz bu tom yopma yuklari. Tushunarli? Demak, ketdik. Demak, biz ikkinchi yuklanishimizdan berib bo'ldik va uchinchi yuklanishimiz demak vaqtinchalik yuklarimiz edi, to'g'rimi? Vaqtinchalik yuklarni ikkiga bo'laman dedim. Uzoq muddatli va qisqa muddatliga, to'g'rimi? Demak, birinchi uzoq muddatlini oladigan bo'lsak, bu uchinchi yukimiz edi. Demak, mana biz ikkinchi yukdan 3 ga o'tamiz. Mana uchinchi yuklanishda hech narsa berilmagan. Demak, vaqtinchalik yukni normativ qiymatini qayerdan olamiz desak, buni 2.01.07 demak 2021, ya'ni yuklar va ta'sirlar degan qiymatimiz mavjud. U qayerda joylashgan? Qayerda qo'ydik biz? Lira kursini ichida edi, ha? Aynan. Yer. Download deydi. Olmaganmizda biz. Mana 2.01.07 23 bu 2.07 bu boshqa. Men yukim qani? Mana davom etaman. Mana 2.01.07 21 yuklar va ta'sirlarda demak mana buni jadvali mavjud, normativ yuklar jadvali, ya'ni 4-jadvalga qaraymiz. Bir tekis taqsimlangan yuklamalar qanday bo'ladi? Mana qarang, o'qib ko'ramiz. Turar joy obyektlari, xonadonlari, maktabgacha ta'lim tashkilotlari va maktab internatlaridagi yotoqxonalar, dam olish uylari, pansionatlar, mehmonxonalar va yotoqxonalardan yashash xonalari, shifoxonalarda va sanatoriyalardagi xonalar va terrasalarda demak 150 kilogramm kvadrat metriga yuk olinyapti, mana kilogramm metr kvadratiga. Demak, ikkinchisi tashkilot va muassasalarning ma'muriy, muhandislik, texnik va ilmiy xodimlar xonalari, ta'lim tashkilotlari, sinf xonalari, ishlab chiqarish, sanoat korxonalari va jamoat binolari, maishiy xonalar, garderob, dush va yuvinish xonalari, hojatxonalar 200. Ilmiy tadqiqot tashkilotlarining laboratoriya, uskunalar xonalari, jamoat binolaridagi oshxonalar, alohida maishiy xizmat ko'rsatish muassasalari. Mana shu bizlarniki. Uchinchisi. Sartaroshxona va hokazo bo'lmagan turar joy va jamoat binolarining texnik qavatlar, yirtilla xonalari va hokazo. Demak, 200 kilogramm metr kvadratiga olsak bo'ladi biz. Tushunarli? Demak, 200 kilogramm olamiz. Buni qanday endi beramiz desak, bu yukimiz qarang, 2 ga bo'linyapti. Vaqtinchalik uzoq muddatli, vaqtinchalik qisqa muddatli. Vaqtinchalik uzoq muddatli yukimiz demak bu xonalardagi asbob uskunalar, anjomlar, parta, buyumlar hammasi demak uzoq muddatliga kiradi. Qisqa muddatliga bu odamlar asosan. Tushunarli? Demak bir kirib chiqib ketadi. To'da o'tirib.
to'da bo'lib turishi qisqa muddat ta'sir qiladi. Doimiy emasda. Tushunarlimi? O'sha narsa. Endi mana bu yerda 2 ga bo'lgan nima uchun desangiz, to'liq va pasaytirilgan. Mana bu 150 kilogramda qanaqadir 30%ni o'sha uzoq muddatliga berasan, qolgan 70%ni qisqa muddatliga berasan degan urg'uni beryapti. Bu yerda o'zlari ajratib bergan. Aslida biz, demak, berilgan o'sha 200 kilogram bo'lsa, 30%ni uzoq muddatliga, 70%ni qisqa muddatliga beramiz. Tushunarlimi? Demak, endi boshladik. Demak, orayotmaga bu yuklarimiz orayotma regliga ta'sir qiladi. Pastda fundamentga ta'sir qiladi. Bizda fundament letishni bo'lgani uchun e'tiborga olmaymiz. Chunki splashniy bo'lganda o'sha metr kvadratga ta'sir qildirsak bo'ladi, to'g'rimi? Chunki pastda uncha ahamiyatga ega emas, chunki grunt ta'siri mavjud, lekin splashniy fundamentlarda albatta qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Mana. Demak, gorizontal stерженьlar ushlab men orayotma regellarni oldim. Xuddi boyagidek o'rtadagi demak, regel ushlayman. Ko'rdingizmi? Demak, bizning yukimiz normativ bo'yicha 200 kilogramm edi, to'g'rimi? Bu ishlash bo'yicha ishonch koeffitsiyenti, yuk bo'yicha ishlash ishonch koeffitsiyenti mavjud. Yuk bo'yicha ishonch koeffitsiyenti gamma S. Bu demak 1.3 olinadi. Tushunarli? 30% ga oshiramiz, 260 kilogramm. Shuni ko'paytiramiz, 0.30% ni uzoq muddatliga beramiz. O'shanda 0.78 kilogramm uzoq muddatli, 260 kilogramm aytishsak, shundan 192 kilogrammi demak qisqa muddatliga beramiz. Buni 182. Buni yuk maydon 430 ga ko'paytiramiz, 78. Mana buni tonnaga o'tkazsak 1000 ga bo'lamiz, to'g'rimi? Demak 0.335 kilogramm pogoni metrga ta'sir qiladi mana. Mana buni demak 0.335. Tushunarlimi? Mana. Berdik. Mana e'tibor qilamiz. Ikki chetga qanday ta'sir qiladi? Ikki chetkaga demak shuni yarmini berib ketaveramiz, chunki yuk maydoni yarim hisoblanyapti, to'g'rimi? Demak bo'lamiz 2 ga. 0.168. 0.168. Ko'rdingizmi? Yuk tugal orayotmadik. Qaytaramiz mana. Endi qarang, e'tibor qiling. Bu yerda bizda orayotma yuklari mana bu tepaga ham ta'sir qiladi. Nima uchun? Mansardni ehtiyoj bo'lgani uchun. Buni ham ajratib olamiz. Aslida bu bitta qilib ajratib olsak bo'lar ekan. Buni ham xuddi shunday demak beramiz. 0.335, to'g'rimi? Va ikki chetkaga 0.168. Chunki bunda ham orayotma o'sha asbob uskunalar bo'lishi mumkin. 0.168. Chunki odamlar istiqomat qiladi, to'g'rimi? Mana. Endi orayotma yuklarni uzoq muddatli qanday beramiz? Demak, mana bu yerda demak balkonga berishimiz kerak. Balkonga ishlaymiz ikkalasini ham. Metr kvadratga qancha edi? 0.078 tonna metr kvadratga, to'g'rimi? 78 edi, menga bo'lib berdim. Tushunadimi? Endi e'tibor qiling, yana bitta narsa bor mana shu yerda. Mayli, mana plitaga ham agar splashniy bo'lsa berasiz. Mana yuza bor-da, chunki stерженьda yuza yo'q-da bu yerda. Demak, mana bunga ham 0.078, to'g'rimi? Endi yana bitta narsa. Zinada vaqtinchalik uzoq muddatli, qisqa muddatli yuklar bo'lmaydimi degan savol keladi. Qisqa muddatli bor-da. Zinada uzoq muddatli ham, qisqa muddatli ham bor. Faqat norma bo'yicha 200 emas, 300 kilogramm olamiz. Zapas. Yo'q, zapas emas, normativ hujjat bo'yicha o'sha mana hozir men sizga ko'rsataman. Zina turiga qarab-da mana. Zallar, kitob o'qish zallari, ovqatlanish kafe va hokazo, yig'ilish kafe, kutish joyi, tomosha, konsert, sport, fitness va hokazo, savdo, ko'rgazma va eksponenta va hokazolarda demak mana har biri uchun mana 200, 300 ketyapti, ko'ryapsizmi? Ajratib beryapti. Va misol uchun tek turadigan tomoshabinlar uchun 500, mahkamlangan o'rindiqlari bilan bo'lsa 400 kilogramm, odamlar ko'p miqdorda jamlanadigan ehtimol 400,
vestibullar, hayallar, yo'laklar, zinapoyalar. Ko'ryapsizmi? Uchun 300. O'sha bo'yicha turizm nimasizlarmi? 4, 5, 6, 11 ga kirmaydiganlar. Qavatlar bu. Yo'q, qavatli bo'lsa. mana bu yerda qarang, raqamlar mana beryapti, ko'ryapsizmi? Mana shu yerda raqamlarga 1, 2, 3 ga kiradiganlar 300, 4, 5, 6, 11 ga kiradiganlar 400 kilogramm. Mana bu raqamlarga. Ha, tushunaman. Mana misol uchun 1. Mana birinchi zindanyamiz. Mana bundagi zindan uchun 300. 2 uchun ham 300. Xuddi shunday olib ketaverasizlar, tushunarlimi? Tushunarli. Demak 300 shundan kelyapti. Demak xuddi shunday 300 ni ko'paytiramiz 1 butun nechiga? 3 ga. 0.39, to'g'rimi? Buni bo'lamiz 1000 ga. Metr kvadratga to'g'rimi? 0.39. Lekin bitta narsa bor bu yerda. 0.3% mana 0.39 ni ko'paytiramiz 0.3% vaqtinchalik uzoq muddatli. 0.09, to'g'rimi? Yo'q, ko'paytirdim. Ayırdimmi? Yo'q, Ayirdim. 0.39 ni ko'paytiramiz 0.3 ga. Demak 0.117 demak mana bergan 0.117 beramiz. Bu uzoq muddatli. Endi uzoq muddatli, vaqtinchalik uzoq muddatli 3-zagrajinamiz tugadi. 4 ga o'tamiz. 4 ni ham xuddi shunday tez berishga harakat qilaman men. Birdaniga o'sha gorizontal stirjenlar bo'yicha mana buni. Faqat gorizontalda ishlaymiz. Mana, ko'rdingizmi? Ajratib oldim mana. Demak, mana bu o'rtadagisiga. Qarang, olayotganda mana bu chetda ham o'ylayapti. Shunga e'tibor qilingizlar. Olmaslik kerak mana. Buni demak, boya qanday hisobladik biz? 200 kilogramm ko'paytiramiz 1.3 ga, ko'paytiramiz 0.7 ga. Qisqa muddatlisi 0.7, to'g'rimi? Buni 4.3 ga ko'paytiramiz. Buni bo'lamiz 1000 ga. Ko'chirib yubordimmi deyman. 200 ni ko'paytiramiz 1.3 ga, ko'paytiramiz 0.7 ga, bo'lamiz 1000 ga. Buni ko'paytiramiz yuk maydon 4.3 ga. 0.783, to'g'rimi? O'shani demak beramiz mana. 4-zagrajida vaqtincha qisqa muddat 0.783 midi? 2 chetkaga o'shani yarmini beramiz. Tak, yarmi qancha bo'ladi? Bo'lamiz 2 ga. 0.391. Hamma tushundimi bu yerga? Qaytamiz. Bu yerda zinaga endi beramiz yukni. Zinamiz hisoblayman. 300 kilogramm edi. Buni ko'paytiramiz 1.3 ga, ko'paytiramiz 0.7 ga. Mana shu 0.237 bo'ladi. Menga bo'lyapti birdaniga. 0.273. Mana. Endi bu yerda balkonlarga ham berishimiz kerak. O'sha balkonlarga mana buni beramiz. 200 ni 0.7 ga ko'paytirib, to'g'rimi? Ko'paytiramiz 1.3 ga, farqi yo'q, teskari. Mana buni beramiz. 1000 ga bo'lib beramiz shuni. 0.182. Orayotma yuklarida. Orayotmadan ta'sir qiladigan o'sha vaqtinchalik yuklar. Bizlar 3-yukda balkonga berdikmi boya? Bergan ekanmiz mana. 4-yuklanishimiz ham tugadi bizda, ko'rdingizmi? Faqat bitta narsa qoldi. Fundamentga ta'sir qiladi. Yuzasi bor. Demak, qancha? 0.182, to'g'rimi? Demak, shu bilan 4-zagrajinamiz ham tugadi. Saqlanib qoldi. Savol bor qildim-da. Hozir oxirgi hozir. Videomiz tayyorda. Mana. Videoni yoqib aytaman. Demak, yuklanishlar jadvalida bizlar 4-yuklanish, ya'ni 1 xususiy, 2 doimiy, uzoq muddatli, qisqa muddatli yuklar, ya'ni statik yuklanishlar tugatdik. 4 ta statik yuklanishimiz mavjud.
Endi keyingi yuklanishlarimiz demak dinamik yuklanishlar edi. Bularda demak keyingi darsda demak davom etamiz. Shu yergacha demak sizlar albatta bajarishlaringiz kerak.